Assalomu alaykum do'stlar, hammalarga xayrli kun. Bugungi videomizda butun boshli qishloqni qutqarishga harakat qilamiz. Qanday qilib deysizmi? Videoni oxirigacha ko'ring, albatta tushunib olasiz. Qani, let's go. Jin ursin, bir haftadan beri qidirib birorta ham qishloq chiqmadi. Va nihoyat qishloq topdim. U yerdagilar uylariga qaraganda juda ham boy ko'rinadi. Hozir esa ulardan buguncha tunab turish uchun joy so'rayman va tong otishi bilanoq yer ostiga olmos qidirish uchun tushaman va bu yerdan birorta yaxshiroq uy sotib olaman. O'ylaymanki, buguncha tunab turish uchun joy beradi degan umiddaman. Aks holda yana ko'chada yotishimga to'g'ri keladi. Ana bu uyni kattaligini. Menimcha bu qishloqni hokimi shu uyda yashasa kerak. Jin ursin, la'nati maxluqlar shu yerda ham bor ekan. Nima? Ana u yerda qandaydir yozuv bor ekan. Nima deb yozilgan ekan? Hokim uyi? Shu uyga kirib hokimdan yordam so'rayman. O'ylaymanki, meni quvlab chiqarmaydi degan umiddaman. Yarim tunda tinchingizni buzganim uchun uzr so'rayman. Bunga majbur edim. Axir ko'chada la'nati zombilar bosib ketgan. Sen kimsan va bu yerga qanday kelding? Men oylar davomida sayohat qildim va o'zimga yashash uchun biror qishloq qidirdim va shu joyni topdim. Agar bu yerda yashamoqchi bo'lsang, men aytgan shartni bajarishingga to'g'ri keladi. Bajarsang shu yerda yashashingga ruxsat beraman. Bu yerga anchadan beri dushmanlarimiz hujum qiladi. Ular odamlarimizni o'ldirib, boyliklarimizni olib qochadi. Agar ularni mag'lub etolsang, bu yerda yashashingga ruxsat beraman. Ortingdagi uyda esa qurol-aslahalar bor. Ularni ol va dushmanni mag'lub et. Shunda u uy ham senga bo'ladi. Hokim etgan uy va qurol-aslahalarni ko'rish uchun tashqariga chiqishim kerak. Tashqarida esa mana bu la'nati zombi turibdi. Uni mayli, qo'l bilan o'ldirishga harakat qilib ko'raman. Jin ursin, u meni hozir o'ldirib qo'yadi. Nahotki shuncha ursam ham unga ta'sir qilmayapti. Mayli, bir jonga bir o'lim. Va nihoyat, sal qolsa o'lib qolar edim. Hozir esa hokim etgan uyga tezroq kirib, u aytgan qurol-aslahalarni ko'rishim kerak. Va ertagalik bo'ladigan jang uchun ham yaxshilab dam olishim kerak. La'nat iskelet, sal qolsa bizni o'ldirishga harakat qilardi. Afsuski rejasi o'xshamadi. Uyni chiroyliligini va mana bu akvariumni kattaligini qaranglar. Bu uyni albatta olishim kerak. Menimcha hokim etgan qurol-aslahalar shu sandiqlarda bo'lsa kerak. Nima? Bu sandiqlar bo'sh-ku. Menimcha hokim bizni aldagan ko'rinadi. Nima? Hokim etgan qurol-aslaha bor yo'g'i kamon bilan o'q xolosmi? Mayli, tepa qavatlarni ko'raylikchi. Uy juda ham chiroyli qurilgan ekan. Bu uyni albatta olaman. Endi esa yotib dam olishim kerak. Bu yerdan butun boshli shahar ko'rinar ekan. Nima? Menimcha hokim etgan qurol-aslahalar, nahotki hokim etgan qurol-aslahalar shu ekan. Bu qurol-aslahalar men esa butun boshli dushman qabilalarni ham yo'q qila olaman. Hozir esa ertagalik jang uchun yaxshilab dam olishim kerak. Nihoyat tong ham otdi. Bu go'zallikni qarang-a. Bu yoqdan butun boshli shahar, bu yoqdan esa dengiz ko'rinar ekan. Men esa aynan shu qora qurol-aslahani tanlashga qaror qildim, chunki menga yoqib qoldi. Qani bir kiyib ko'rayinchi. Bu kiyimda esa haqiqiy qahramonday bo'ldim. Endi esa hokim oldiga kirib, dushman haqida bilganlarini so'rashim kerak. Jang uchun ancha foyda bo'ladi. Undan oldin esa mana bu sandiqdagi kamon va o'qni ham olsam, foydasi tegadi degan umiddaman. Menimcha bu dunyoda mendan-da ahmoq odam bo'lmasa kerak. Chunki urushga ketyapti turganimdan shu darajada xursandman. Chunki men butun boshli shaharni qutqarish uchun yolg'iz o'zim jangga otlandim. Salom hokim, nega bu darajada asabiysiz? Sen bu jangda yutishing kerak. Agar yutqazadigan bo'lsang, ular kelib hammamizni o'ldiradi. Sen shu narsani bilginki, ularning boshlig'i sehrgar. Sen aynan shu boshlig'ini yo'q qilishing kerak. Xavotir olmang, men bu jangda albatta yutaman. Chunki doim yaxshilik g'alaba qozonadi. Hokim bu darajada asabiylashishiga qaraganda ular shu juda ham xavfli ko'rinadi. Meni ham ozgina xavotirga soldi. Ana ularning bazasi. Men o'ylagandan-da yaqinroqda ekan. Menimcha ana u bayroq ko'targan ularning boshlig'i bo'lsa kerak. Men uni o'ldirishim kerak va albatta qolganlari buni ko'rib taslim bo'lishadi. Yaramas yovuz, bugun seni peshonangga o'lim yozilgan ko'rinadi. Tegishingni ol.
Negadir ular taslim bo'lgandek tuyulmayapti menga. Qani bazasini yaqinroqdan ko'rayinchi. Balki bazasining ichida qo'rqib yashirinib yotgandir. Undan oldin esa jonimni to'ldirib olishim kerak. Menga esa bunda tovuqcha yordam beradi. Tovuqcha, qayerga ketib qolding? Seni bu qishloqliklar tarixga kirgizadi, chunki sen jangda menga yordam berding. Meni kechir, tovuqcha, lekin shunga majburman. Qochmasang-chi axir. Ming bora uzr, tovuqcha. Rostini aytyapman, majbur bo'lmaganimda o'ldirmas edim. Endi esa ularni bazasini yaqinroqdan ko'rishga harakat qilib ko'raman. Balki ular ichkarida qo'rqib yotgandir. Menimcha albatta qo'rqdi degan umiddaman, chunki hozirgina bittasi qochganini ko'rdim. Taslim bo'linglar, yo'qsa o'ldiraman. Sen jin urgur bizni o'ldirishga tahdid qilyapsanmi? Sen bir kishisan, biz esa ko'pchilikmiz. To'g'ri, men bir kishi bo'lishim mumkin, lekin sizlardan ancha aqlli va kuchliroqman. Bechora qo'y, qoch, hozir seni otib qo'yaman. Meni kechir, ataylab qilmadim. Endi sizlar uchun qo'yda alamini ham olaman. Vaqtlaring borida taslim bo'linglar, yo'qsa o'ldirishga majbur bo'laman. Sen ahmoq mana qo'lingdagi tayoqchaga ishonyapsanmi? Biz sendan ancha kuchliroqmi, ancha ko'pchilikmiz. Biz seni o'ldiramiz va qurol aslahalaring ham bizga o'tadi va seni yuborgan la'nati qishloqni yoqib kulini ko'kka sovuramiz. Mayli, o'zlaringga o'zlaring tilab oldilaring. Endi rahm shafqat qilish yo'q. Hammalaringni bittama-bitta o'ldiraman. Bu yoqqa kel. Men senga taslim bo'lishni aytgandim, lekin sizlar o'limni tanladilaring. Hammasiga o'zlaring aybdorsizlar. Bu yoqqa kel, la'nati bolakay. Sen o'zingga shu darajada ishonyapsanmi? Hozir seni o'z qo'llarim bilan bo'g'ib o'ldiraman. Seni fikringcha sen aytgan gaplar qo'lingdan keladimi? Men sizlarga oxirgi imkoniyatni beraman. Hoziroq boshliqlaringni olib chiqinglar va men sizlarni tirik qoldiraman. Boshlig'imizni o'ldirish uchun oldin bizni o'ldirishing kerak. Mayli, o'zlaringga o'zlaring tiladilaring. Bugun juda ham ko'p qon to'kiladiganga o'xshaydi. Ko'ryapsanmi bolakay, shu darajada ojiz ekanligingni hattoki eplab nishonga ololmayapsan. Men sizlar bilan shunchaki hazillashib qo'ydim xolos. Haqiqiy jangni ko'rishni xohlaysizlarmi? Unda tayyor turinglar. Oh, jin ursin. Bu la'nati jangda yutaman deb, bechora shaharni qutqaraman deb, bechora aybsiz jonivorlarni o'ldiraman deb sira o'ylamagan edim. Meni kechiringlar. Sizlarni o'ldirishga majbur bo'ldim. Albatta sizlarning uchun bu yaramas yovuzlarni tak tomiri bilan yo'q qilaman. Menimcha anavi la'nati ahmoq sheriklarni qanday o'ldirganimni ko'rib qo'rqqanidan qochib ketdi shekilli. Bularning boshlig'i qayerda ekan? Ikkinchi qavat ham toza. Menimcha u tepada bo'lsa kerak. Ana u la'nati sehrgar. Hammasiga sen aybdorsan. Sehr qilishga uriniryapsanmi? Buni foydasi yo'q. Bu nima? Menimcha sehrgarning kuchi shunda bo'lsa kerak. Endi esa
Bu yovuzlar bayrog'i hech qachon tepada turmaydi. Uni joyi axlatxonada. Menimcha qishloqdan o'marib kelingan boyliklar shu sandiqda bo'lsa kerak. O'ylaganimdek, buni olib borib o'z egalariga topshiraman. Ha, aytgancha. Undan oldin esa ana u tarafda bitta ahmoq qochganini ko'rgan edim. Men hayvonlarga va'da bergandim. Bu yovuzlarni tak tomiri bilan quritaman deb. Va men u yovuzni qochib ketishiga yo'l qo'ymayman. Qayerga ketib qolding, la'nat ahmoq? O'ylaymanki, uzoqqa qochmagansan. Qayerdasan? Men seni baribir topaman. U shu yaqin atrofda yurgan edi. Teparoqqa chiqib ko'rayinchi, balki ko'rinar. Salom to'g'cha, qalaysan? Men seni topdim-ku oxir oqibat. Qochma, baribir o'lasan. Shu holatida ham men bilan urushishga harakat qiladi bu ahmoq. Va nihoyat yovuzlik tak tomiri bilan yo'q qilindi. Endi esa boyliklarni o'z egalariga topshirish kerak. Buning uchun esa tezroq harakatlanish kerak, chunki yaqin orada kun tushishi mumkin. Ana bu qanday hayvon bo'ldi yoki qandaydir maxluqmikan? Umrim bilan bilib bunday maxluq ko'rmagan edim. Tulpor ekan, lekin nega u skelet? Salom. Turishchan yuvosh jonivorga o'xshaydi. Mayli, o'zim bilan olib ketaman va do'st tutinaman. Salom hokim, oldingizga juda ham katta yangilik bilan keldim. Men jangda g'alaba qozondim. Sizlar endi ozodsiz. Sizlarning boyliklaringizni esa sandiqchangizga qo'yib qo'yaman. Ochig'ini aytaman, sen kelguninggacha juda ham xavotirlandim. Agar sen mag'lub bo'lganingda biz ham o'lishimizga to'g'ri kelardi. Endi esa ortingdagi uy va qurol aslahalarni o'zingga olishing mumkin. Biz bilan yasha va bizni doim himoya qil. Seni yordamingga muhtojmiz. Yo'q hokim, men ketishim kerak. Menimcha qayerlardadir meni yordamimga muhtoj odamlar ham bor. Men ularga borib yordam berishim kerak. Buguncha dam olaman va ertaga ertalabda yo'lga chiqaman. Rostini aytsam, bu la'nati zombilarni o'ldirish ham menga qandaydir yoqimli tuyulyapti. Bu yoqqa kel. Bu yoqqa kel, sen ham. Sen ham quruq qolma. Essiz, bu uy menga juda ham yoqqandi. Lekin yordamimga muhtoj odamlar bor. O'ylaymanki, bu narsalar endi menga kerak emas. Bularni sandiqchaga joylab qo'yganim yaxshiroq deb o'ylayman. Balki bu shaharga mendan boshqa odamlar ham kelar. O'ylaymanki, bundan yaxshi yo'llarda foydalanadi. Bugun esa yotib dam olmasam bo'lmaydi, chunki juda ham og'ir kun bo'ldi. Bu qurol aslahalarni o'z joyiga qo'yib qo'yaman. Rosti, bu qurol aslahalar menga shu darajada yoqdiki, hatto o'zim bilan olib ketishni xohlayman. Lekin bu qurol aslahalar mendan ko'ra qishloqliklarga ko'proq kerak bo'lishi mumkin. Tong ham otdi. Bu go'zallikka oxirgi marta to'yib qarab olay. Sizlarni ancha sog'inadigan ko'rinaman. Endi esa qadrdon do'stim bo'lgan tulporni minib yana yo'lga chiqishim kerak. Chunki meni yangi sarguzasht va qahramonlar kutmoqda. Salom Creeper. Alamingdan portlab o'l. Sal qolsa uyni yo'q qilar eding-a. Salom do'stim. Yangi sayohatlarga tayyormisan? Biz albatta qahramon bo'lamiz. Bu qishloqning tarixiga bizning nomimiz qahramon sifatida kirdi.
Endi esa meni yangi qahramonliklar kutmoqda.